Assalomu alaykum hammaga. Bugun 24-may, yakshanba kuni 2026-yil. Bu sizlar bilan 8-darsimiz. Bu bizga kerak bo'ladi Luffy Fix Trade platformasi, Gold. Bu juda ko'p iltimoslar kelibdi, boshqa kelibdi. Entry masalasi bo'yicha qiymatga qarab entry qilasizlar. Tamom. Qiymatga qarab, narxga qarab entry qilasizlar. Bo'ldi. Hop, mana buni men o'chirib qo'yaman. Kim xohlasa yoqib qo'yishi mumkin. Men o'chirib qo'yaman lekin. Удобный bo'lsin sizlarga analiz paytida, o'rgatayotgan paytimda. Hop. Bizning 8-darsimiz uchun kerak bo'ladi H1. Albatta kalkulyator. Hop. 3 kunlik analiz olamiz. Ya'ni bugun mana воскресенье, yakshanba kunmi? 3 kun keyingi, ya'ni dushanba, seshanba, chorshanbaga analiz qilamiz tillarda. Hop, bugun nechinchi sana bo'lsa, bozor qaysi topilgan? 22-may yopilganmi? Hop, bizga 19-may 12:00 kerak. 19-may mana 12:00. Hop, bizga buni nimasi kerak bo'ladi? E'tibor qilinglar. 4588.59. 59. 4560 95. 4560 95. $27.64. Hop. Biz uni ajratib olamiz. 3x qilib. Hop, endi 19-may bo'lsa, bizga 3 kunlik kerak. 22-may 12:00 kerak. Mana endi 22-may 12:00imiz. Hop. Hop. 4540 80. 4540 80. $4524.95 aynaman. $4524.95. $15.85 chiqdi. may 3x. Hop, endi tushuntirib ketaman. Nima sababdan biz mana ko'rsanglar hisoblab oldik. 19-may sanasi rovna 30+0 bo'yicha 12:00 da birinchi soatdagi necha dollarga o'zgarishi bo'lgan oltin narxi. Shuni aniqlab oldik. Birinchisida $27.64. 22-may kuni 12:00 da $15.85 ga o'zgarish bo'lgan. Ya'ni qiymat o'zgargan. Bu yerda aslida liniya любой narsa bo'lishi mumkin. Nimaga switchada sizlarga удобный bo'lsin deb bu birinchidan, ikkinchidan bizga qiymati muhim. Biz bu yerda qiymatni o'lchayapmiz. Yana o'ylamanglar, ana switchaga qarab boshqa qilib qo'ymanglar. Bu yerda qiymat narx o'lchanyapti. Bizga qiymati muhim. Ya'ni 19-may kuni 2026-yil 30+0 bo'yicha 12:00 da oltin qiymati $27.64 atrofida harakatlangan. Shu qiymat oralig'ida. Raznicasi bir-biridan. 22-may kuni 12:00 30+0 bo'yicha $15.85 ga ko'tarilgan, tushgan ikkinchi darajali masala. Bizga asosiysi harakati, talab bilan taklif harakati. Endi buni olib oldik. Endi bizga doimgidek kerak bo'ladi. Nima kerak bo'ladi, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi narxlar mashinadan kerak bo'ladi deb o'ylaysizlar? Bu 8-darsimiz, 7ta darslarni ko'rdinglar. Hop, bizga maksimal kerak bo'ladi. Ya'ni yuqori talab. Bozor boshlangandan keyin. To'g'ri. Bu bo'ladi. Buni sizlarga ko'rinish uchun qo'ydim hozir mana. Mana bu yerda buni olib tashlaveramiz ham. Mana bu yerda bor bizda 4588
59. Bu eng yuqori talabimiz bo'lyapti. Bu eng yuqori talabimiz bo'lyapti. Hop, eng yuqori taklif narximiz bo'lyapti. Mana bu yerda 4550. Shuni ham ko'rsatib beraymi? O'chirib bo'lmasa. O'chir. 4553 75. $34.84 raznica chiqdi endi. Ya'ni mana shu 3 kun ichida, narxi qiymati $34.84 ga o'zgarish bo'lgan. Qiymat ko'tarilgan, orada tushgan, umumiy qiymati mana shu $34.84 oralig'ida harakatlangan. Hop, bu bizga nima beradi? Endi bizga bu nima beradi qaranglar. Hop, 4507 ida bittasi qolib ketibdi. Qilib qo'ying. 22-may 12:00 mi? Biz buni 25-may 12:00 ga qo'yamiz. 25. Buni rangini boshqacha qo'ya qolaylik, tushunarli bo'lsin deb hammaga. Mayli bo'lsa, sizlarga bo'lsin, 4x bo'lsin shu. Mana 22-may bilan 25-may oralig'i analiz qilinyapti. Bozor hozir real vaqti 4507. 4507 bozori real vaqti bo'lyapti. Endi qaranglar nima qilamiz bu yerda. 4507 ga 0 ga qo'shamiz. 27.64. $27.64. 4534.95 chiqdi. Buni belgilaymiz. 4534.95. 95. 1-2 pips, 1-2 sent raznica bo'lishi mumkin. Uni to'g'ri tushunamiz. Buni oldik. Дальше продолжим. Endi 4507 31 dan ayiramiz. $27.64. 4479.67 chiqdi. 4479.67. Hop, buni x qilib qo'ying, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun, adashib ketmaslik uchun. Endi biz bu yerda nimani topdik, e'tibor qilinglar. Biz 19-may sanasidagi 1 soatlik oltinning qiymatining o'zgarishi bor. Talab bilan taklif o'zgarishi umumiy olinadi. Umumiy olinganda $27.64 chiqdi. O'shani real vaqt bilan mana bozor yopiq payti. Bozor yopiq vaqtidagi real vaqt bilan qo'shganimizda 4534 chiqdi. Ayirganimizda 4479 chiqdi. Bu yerda yuqori talabimiz 534, yuqori taklifimiz 479 chiqdi. Albatta taxminiy hisob. Hop. Endi dальше nima qilamiz? 4534 34.95. Mana bu 77 turibdi, lekin mana bu hisob kitob bo'yicha yozyapman. Salkashmanglar. Bu yoqda chunki men точно 95 topib qo'ygandan ko'ra tez qo'yyapman. Bundan ayiramiz 4479.67 ni. 55.28 chiqdi. 55.28 bo'laman 3 ga. $18.42 chiqdi. Nimaga 3 ga bo'lganim 3 kun. 3 ish kuni. Hop, endi bu yerda nima qilaman? 4534 95 ga qo'shaman. 18
42 ni 4555 37. 553 37. 53 37. Hop, endi 4479 67 dan ayiraman $18.42. Talab doim qo'shiladi, taklif doim ayriladi. Shu esingda tursin. 4461.25. 4461.25. Bu hisob-kitobimiz, bu analizimizda. Tushuntirib ketay. 4461.25. Qani 61imiz? Qani san, 61. Hop, X. Endi qaranglar. Mana bu yaqin 3 kun uchun qilindi. Sizlar aytishingiz mumkin, mana bu 4 ta narxdan, o'tib ketishi mumkin deb. To'g'ri, bu 4 ta narxdan o'tib ketsa bizani undan oldingi darsimizda agar kimni esida bo'lsa, hisob-kitobi bor edi. O'sha hisob-kitob bo'yicha ko'rasizlar. U globalniy sizlarga yuqori taklif, yuqori talabni topib beradi. Endi buni mana bu narxlarga kelganda qanday entry qilamiz degan juda bir savollar kelgan. Qaranglar, H1 M5 ga bitta olasizlar. M5 ga bitta olganda qaranglar. Mana bunaqa tushunamiz. Yuqori talab, yuqori taklif, bu 3 kunlik uchun. Aslida tilla bundan ham o'tib ketishi mumkin. Bu flet payti ham ishlaveradi. Analiz buzilsa boshqacha analiz qilib qo'yaverasizlar yana. Yana 3 kunlik olib boshqatdan hisob-kitob qilaverasizlar real narx bilan. Yoki 3 kunlikni analizini hisob-kitobini olib olasizlarda, mana bu hisob-kitobni olib olasizlarda, mana bu hisob-kitoblarimiz bor. Mana bu hisob-kitoblarni olib, narx o'zgargan narxga qo'shib anaqa qilib ketaverasizlar. Hisob-kitob qilib ketaverasizlar, xohlasanglar agar narx narxlardan o'tadigan bo'lsa. Endi M5 ga qo'yib oldik, mana e'tibor qilinglar. Mana bu 3 kunligida analiz qildik va M5 ga qo'yib oldik. Xo'p, hozir ko'rib turibsizlarki, M5imizda bozor yopiq holatida ham 4534 yuqori talabdan qiymat tushgan. Yuqori taklifga keladigan kelmagan. 499 почти $10 raznica bilan qaytyapti. $10 raznica bilan qaytyapti. Xo'p, mana bu nimaga o'ylashinglar mumkin? Nima sababdan $18.42 ni biz qo'shdik, talabga ayirdik deganda $18.42 sizlarning страховкanglar bo'lib beradi bu. Mana shu. Razворотный model bo'lib beradi sizlarga. Ya'ni qanaqa razворотный model bo'lib beradi? Faqat bayga yoki selga emas. 2.99 bor. 2.98 bor. Bay uchun, sel uchun 3 ga bo'lish bor esinglarda. Chiqqan qiymatdan selga kiramiz. Chiqqan qiymatdan bayga kiramiz. Hammani esingizda, to'g'rimi? O'sha narxdan o'tgandan keyin. Xuddi o'shani mana shuni orasiga ishlatasizlar. Men chizib ko'rsata qolay. Mana buni, mana bu oralig'ida ishlatasizlar. Bayga ham, selga ham. Endi bu yoqda ham bayga ham, selga ham o'shani ishlatasizlar. Sizlar treydersizlar, shuni bilib olinglar. Xudo xayringlarni bersin, sizlar doim bayga ham, selga ham tayyor turibsiz. Bu bozor har xil holat bo'lishi mumkin. O'rganishdan to'xtamanglar, o'rganishda doim davom etinglar. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, mana qaranglar. Misol narx bu yoqqa keldi yoki keldi mana bu narxga, bu narxga keldimi farqi yo'q. Biz darsligimiz bo'yicha analiz qilamiz. 2 butun bayga bo'ladigan bo'lsa 2.198 ga, selga bo'ladigan bo'lsa 3 ga bo'lamiz. Qaydada adashayotgan bo'lsam, darslikni bitta ko'rasizlar-da, yana to'g'rilab ketaverasizlar. Sel bay bo'lishini, mana shu qiymatga kelishini kutasizlar. Tushuntira oldimmi? Entry bosinglar, entry shunaqa hisoblanadi. U sizlar o'ylagandaqa hisoblanmaydi entry. U switch, bu switch, bu bo'ldi, unaqa narsa yo'q. Qiymat, faqat qiymat. Faqat qiymat. Xo'p, undan keyin risk menejment masalasida akalar, ukalar hamma xohlaganday risk o'zi qiladi-da, men o'rgatganim bilan. Harakat qilinglar, depozitdan bir kunda mayli 2-3% risk qilib, 4-5% foyda qilishga. Endi bu standart gap. Qarasak, po faktu
O'zi aslida risk kontrol degan narsa bor. Risk kontrolda tillarda savdo qilinmaydi, faqat valyutada savdo qilinadi. Yangi kirganlarga yevro dollar bilan out USD, NZD USD savdo qilinadi. Keyinchalik funt dollarga o'tadi. Undan keyin oltinga, keyin indeks, keyin neft, keyin balo hammasiga o'tadi-da. Lekin men bu narsalarni gapirganimiz bilan hech kim amal qilmaydi. Bizda hamma o'zimizda ham nafs bor, menda ham nafs bor, hammamiz xohlaymiz tezroq pul topishni. O'shaning uchun cho'ntagiga qarab, ko'rpaga qarab oyoq uzatib qilamiz analiz. Bitta сделка sizlarni hayotingizdan xalq qo'yish kerak emas. Bilib olinglar, depozitinglarni hayotini. Bu demoda e'tibor qilinglar. Men atayin faqat va faqat mana demoda darslik qilib o'tyapman. Realda emas. Чтобы sizlar nimaga? Sizlar demoda test qilinglar birinchi. Yaxshilab o'zingizlarga moslashtirib olinglar. Ana undan keyin realga o'tasizlar. Tushuntira oldimmi? Buni zazorning joyi yo'q demoda ishlashni. Men 2012 dan 2015 gacha demoni boshida realga kirib qo'yganimda shuncha demoda realda yurganman. Agar birov menga o'sha payt boshida demo bor deb o'rgatganda, onasingizda mana faqat demoda ishlardim. Keyin boshqa narx-navolarimizni xuddi shunaqa bo'ladi. Boshqa narx-navolarimiz bor. Misol, mana bu qiymat 596, 92 har xil qiymatlarimiz bor. Boshqa narsalarimiz hammasini shunaqa hisoblaysizlar. Mana shu narx oralig'ida, mana shu ikkita narx oralig'ini sizlar qidirasizlar. Buyga ham, sellga ham. Xohlasanglar buy, xohlasanglar sell. Analizga qarab kirasizlar. Tushuntira oldim. Ikki tomonga ham tayyor turishinglar kerak. Sizlar treydersizlar, bozorni sizlar ishonmanglar anaqa gapga. 100% bilaman, iloji yo'q bozorda 100% yo'q. Mayli 1 marta o'xshar, 2 marta, 5 marta durakam da histeraz bizot. 5-6 martagacha jinnilarga omad keladi bizning bozorda, keyin mazasi qochadi. Bilib olinglar. O'ylamanglar, men rekordga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu endi darslar qolib ketadimi? Yo'q, menda unaqa odat yo'q. Hech qanday bir moddiy manfaatsiz sizlarga tekinga nimani bilsam, shuni hammasini o'rgatib beraman. Qancha umrim ketsa ham, 1 yil ketadimi, 5 yil ketadimi, 10 yil ketadimi, bir sentsiz, bir so'msiz. Individual yozmanglar menga, adminlarimga uncha pul beraylik. Akalar, ukalar, men vallohi dedim, nimani bilsam, o'shani tekinga o'rgataman. Individual ham shuni o'rgataman, gruppaga ham shuni o'rgataman. O'shaning uchun men bitta o'rgata olmayman, tekinga hammaga o'rgatyapman. Shu individual nimani o'rgatmoqchi odamlarga. Nimani bilsam shuni o'rgataman. Hech narsani o'zimda olib qolmayman. Xo'p. Faqat iltimos buni o'rganib olib, buni pullik qormanglar. Buni tekinga o'rganamsizlar, tekinga o'rgatinglar boshqalarga, tarqatinglar mayli qarshiligini. Keyin analiz H1 da qilinadi doim. Eslab qolinglar. Analizimiz doim H1 da qilinadi. Keyin M5 ga o'tiladi. Aslida bozorda time frame faqat real narx bor. Bizga analiz udobli bo'lish uchun, visual formation uchun tushuntiryapman. M5 ga o'tiladi, чтобы sizlarga yasnroq bo'lishi uchun. Keyin hamma o'ylaganday bitta narxda har doim ikki tomonga analiz qilasizlar. Qaysi bir narxinglarga, misol uchun selga analiz qildinglarmi? Buy analiz qildinglar. Sel narxinglarga keldi, sel kirasizlar. Buy narxinglarga keldi, buy kirasizlar. Tamom. Uni qanday buy sel analiz qilishini hisob-kitob bilan ko'rsatib berganman darslarda. Hammaga rahmat.